Bizda yana bitta yangi поступление Electrolux'dan kombinированный стиралка сушка 2 в 1 kir mashinamiz Italiyada ishlab chiqarilgan. Bitta raspakovka qilib ko'ramiz. Juda ham chiroyli ishlangan dizayn. Ko'rinishi juda ham chiroyli ishlangan. Yevropeyskiy kir mashinalarda в основном однотонный rang bo'ladi, oq. Qop-qora displey berilgan, mana shunaqa qora lyuk, shishali lyuk bo'ladi eshigi. Oldi tarafidan qop-qora qilingan, qora tonirованный orgstiklo bo'ladi, plastikka bir turi bo'ladi bu ham. Programmalarga keladigan bo'lsa, 9 kilo yuvadi, 5 kilo quritadi. Wash, dry, steam 3 xil rejimi bor. Parovoy обработка, quritish, yuvish rejimida bo'ladi. Yuvish tizimi universal dos deyiladi. Ya'ni har bitta mo'yshiy sredствоning o'zini joyi bor. Masalan, tabletga solinadi. Hamda pots rejimi bor. Ya'ni tabletka rejimi yoqiladi. Bo'tga qo'shimcha parashok yoki oqartiradigan отбеливатель solinadi. Bo'tga jidkiy sredstvo yoki parashok solinadi. Bu yog'iga hid beradigan konditsioner, belyoga, kiyimlarga konditsioner solinadi. Alohida ikkita programmasiga e'tibor berishingizni so'rayman. One Go 20-60 rejimi bor, yangi qo'shilgan. Именно sintetik aralash materiallardan bo'lgan ko'ynaklarga, rubashkalarga mo'ljallangan 1 kilogacha bo'lgan загрузка 20 minutda yuvib beradi. Agar unga sushka rejim qo'shilsa, u 60 minut общий yuvib quritishiga ketadi. Ikkinchi programmasi усиленный programma Quick Care 69 minut 5 kilogacha mo'ljallangan bo'ladi. Именно 69 minutda sizga maksimal effektni ko'rsatadi. Undan tashqari sushka rejimini ishlatayotganingizda mana shu 3 xil fazasi bo'ladi. Padutyuk, shkaf, очень сухой rejimi bo'ladi. Ya'ni shidashi sushka o'sha dazmol qilganingizda qurib ketadigan, keyin уже kiyilmaydigan kiyimni shkafga olib qo'yadigan kiyimingizni quritsangiz bo'ladi. Undan tashqari уже kiyib ketadigan darajada qup-quruq qilib beradigan rejim bo'ladi. Yana qo'shimcha navrotlaridan Smart Select degan narsasi qo'shilgan. 4 xil fazada sizga yuvish sifatini yaxshilab beradi. Ya'ni kiyimingizni kirligiga qarab o'zingiz bu yerdan o'sha загрязненияni tanlaysiz. Ya'ni lегкий, средний и maksimalni o'shanga qarab sizga suvni, energiyani vaqtingizni tejab beradi. Yoqqan bo'lsa like bosinglar, bizani kuzatishda davom etinglar. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.